aldasang to'kiradi. Ben o'zi torda futbolim bor. O kayfiga Salom bolajonlar. Va alaykum assalom. Gilmiy Kids laboratoriyasiga xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizdek, bugun sizlar bilan vitaminlarga boy mevalarni o'rganamiz. Rostdanmi? Rostdan. Kim qaysi mevalarni yaxshi ko'radi, kim nimani tanlaydi? Men olmani yaxshi ko'raman. U vitamin C ga boy. Men ham olmani yaxshi ko'raman, chunki u shamollashni oldiraman. Juda ham yaxshi. Senchi? Men esa bananani yaxshi ko'raman. U va kuch va energiya. U kuch va energiya beradi. Juda ham to'g'ri. O'zi har bitta sabzavot, mevalarning ichida kichik qahramonlar yashiringan. Kelinglar, hozir birgalikda o'sha qahramonlarni chizamiz. Qahramonlarning nomi esa vitaminlar. Demak, sizlar olmani tanladingiz, shuning uchun olmani rasmini chizasizlar. Sen esa qaysi? Bananni. Biz boshladik. Ko'rib turganingizdek, bolalar ish qurollarini allaqachon olib tayyorgarlik ko'rishdi. Demak, bananni chizadiganga biz sariq flomaster beramiz. Olmani ranglari 3 xil bo'ladi. Qizil, yashil, sariq. Qaysi birini olasizlar? Yashil. Sen esa qizil. Juda ham yaxshi. Unda chiroyli mevalarni rasmni chizishni boshladik. Bananni olib berib yuboraymi? Xo'p, bo'ladi. Mana hozir bananni olib beraman. Banan kuch va nimaga boy? Energiya beradi. Ol. Yaxshi, endi ichini bo'yash kerak, chunki olmani shakli o'xshagan, lekin rangi ichi oq bo'lib qolyapti. Qizilga bo'yamiz. Sizchi bolajonlar, qaysi meva va sabzavotlarni yaxshi ko'rasiz? Keling, birgalikda hozir qo'lingizga qalam, ruchka, qog'ozni olib, birga xohlagan, yaxshi ko'rgan mevangizni chizing. Yaxshi. Hadicha, saniki qalay chiqyapti? Yaxshi. Saniki eng zo'ri chiqyapti. O'zi kiyiming ham bananga mos ekanda. Yashil kerak edi sana. Mana bor-ku yashil. Olib berib yuboringlar qizlar. Ikkilarga olib berib yuboringlar. Kim rasmi chiroyli chiqsa, orqadagi xohlagan o'yinchoqni tanlab olasizlar. Shuncha harakat qilinglar chiroyli chizishga. O'yinchoqni sen olasan shekilli. Bostirib olmadingmi ishqilib? Hammadan birinchi bo'ldi. Zo'r. Hozir opalaring qildi. Abdulhamid, sen rasmni chizib bo'lsan-ki, sen bilan savol-javob qilamiz. Kuniga bananni nechtasini iste'mol qilish kerak? Nechta banan yeyish kerak deb o'ylaysan? Bitta, ikkita yo 5 ta? 5 emas. 2 ta. Juda ham to'g'ri javob. Qizlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Olmani yoki umuman mevalarni bitta kam, 2 ta yaxshi. Hamma narsada me'yor bo'lgan yaxshi baribir. To'g'rimi qizlar? Qizlar juda ham jarayonga berilib ketishdi, shuning uchun gaplashishga ham vaqt yo'q. Abdulhamid, zerikdingmi? Yutdim deb o'ylab orqadagi o'yinchoqlarga qarayapsan. Qaysi birini olsam ekan deb, a? Faqat rostini ayt, xo'p. Nimani yaxshi ko'raman deding boya? Nimaga qiziqaman deding? Futbolga. Futbolga? Zo'r-ku.
qatnashasan futbolga? Gol urganmisan? Necha marta gol urgansan? 20 marta sanaganmisan? O'zi necha yoshdasan hozir? 6,5. Ancha katta ekansan. Futbol kiyimida nomering bor deb eshitdim. Qaysi raqamdasan? 10? Qaysi futbolchiga muxlislik qilasan? Men endi unchalik futbolga qiziqmayman-da. 10-raqam ostida qaysi futbolchi o'ynaydi? Dani Carvajal jarima dochasi ichida Messi zarba! Ujoyinga! Leo Messi o'yin qahramoni! Shunaqami bolalar? Shunaqa degan ovozlarni sezyapman. Demak, to'g'ri aytibsan. Yaxshi. Qizlar sizlar nimaga qiziqasizlar? Matematikaga. Sanchi? Ona tiliga. Demak, shu fanlarda yaxshi o'qiysizlar. O'zi maktabda necha bahona olasizlar? Hamma fanlardanmi? Yaxshi, rasmni chiroyli chizar ekansizlar. Rasm darsidan ham men sizlarga bugun 5 baho qo'yaman. Bo'p qoldik-a? Keyingi shartlarimizga vaqt belgilaymiz, chunki adolatli bo'lish kerak. Birinchi ishtirokchimiz allaqachon bajarib bo'ldilar. Shuning uchun keyingilariga vaqt belgilaymiz, xo'p? Bo'ldinglar? Juda ham chiroyli ikkalaringizga ham. 5 soniya qoldi. 5 4 3 2 1. Yaxshi. Qani endi solishtirib ko'ramiz. Bu haqiqiy olma, bu esa Umidani olmasi. Xo'sh, qalay chiqdi? Menimcha yomon emas. Bizda hozir yashil olma yo'q ekan, shuning uchun bu olma bilan solishtirib ko'raveramiz. Hajmi bir xil, rangi har xil. Qani endi polvon, bananingni berib tur. Bu original. Bu ham original. Juda ham chiroyli. Xo'sh, hurmatli bizning muxlislarimiz, sizlar qaysi rasmga baho bergan bo'lardingiz? Albatta kommentariyada yozib keting va plus belgisini qoldiring. Men esa, bilasizmi, uchala rasmga 5 baho qo'ygan bo'lardim va shuning uchun xohlagan o'yinchoqni tanlab olishga sizlarga imkoniyat beraman. Sizlar faqat aytasizlar, men o'zim olib beraman. Birinchi, sharti birinchi bo'lib bajargan Abdulhamid tanlab beradi. Qaysi o'yinchoqni tanlaysiz? Qaysi biri? Bunisimi? Marhamat. Umidaxon? Bunisi? Pushti rangisi. Yaxshi. Sanchi? Bu pushti. Nimagadir hozir bolachalar aynan mana shunaqa o'yinchoqlarga juda ham ishqiboz bo'lib qolgan. Nima ham derdik? Men sizlarni tabriklayman. Birinchi shartimiz juda ham yaxshi o'tdi. Endi esa davom etamiz. Biz davom etyapmiz. Endi esa mevalarni yuvish yoki yuvmaslik to'g'risida suhbatlashamiz. Qaysi biri xavfsiz deb o'ylaysizlar? Yuvganmi? Yuvib iste'mol qilganmi yoki yuvmasdan? Yuvmasdan iste'mol qilgan ma'qulmi? Yuvilgan mevalarni iste'mol qilish kerak. Nima uchun? Chunki ularni balki chay yoki gijjalar bo'lishi mumkin. To'g'ri. Har bitta meva va sabzavotlarni albatta yuvib iste'mol qilgan yaxshi, chunki mikroblar, chaylar bo'ladi va bizga ko'zimizga ko'rinmagan holatda mikroskopik gijjalar bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun albatta meva sabzavotlarni yuvib iste'mol qilish kerak. Mana derazada olmalarni ham yuvib bor. Nafaqat olmalar, balki mevalarni. Men mevalarni kesishga yordam beraman. Sen ham yordam berasan bizga? Juda ham yaxshi. Lekin meva va sabzavotlarni kesishda albatta kattalarni yordami kerak bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun sizlarga o'zim yordam beraman. Endi eng qiziqarli jarayonga yetib keldik. Bu mevalarni hozir biz blenderdan o'tkazamiz va
soklarni mazza qilib ichamiz. Kelishdikmi? Ha. Unda Boshladik. молодец, boshladik. O, ana vitaminlarga boy sokimiz tayyor bo'lyapti. Vau. Yaxshi. Yana solamiz. Vitaminli sokimiz tayyor bo'ldi. Qani qizlar, endi buni ichib ko'ramiz. Ha, Abdulhamid. Ichib ko'ringlar-chi, qanaqa chiqibdi o'zi? Zo'r chiqar ekan, ta'mi? Sizlarga yoqdimi? Yoqdimi? Ekran qarshida o'tirgan bolalarga tavsiya qilasizlarmi? Demak, mevalarni birinchi bozordan olib kelganda avval yuvib, keyin postini archib, keyin uni blenderga solib, keyin sok qilish kerak, to'g'rimi? To'g'rimi, Abdulhamid? Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nimani tushundinglar bugun? Mevalarni yuvib yeyish. Mevalarni yuvib yeyishi, xo'p. Gijalar paydo bo'lishi. Abdulhamid, sen nima tushunding? Yashil bo'lib qoldim. Flomasterdan-da. Yana nima tushunding? Har bir mevalar ichida vitaminlar bo'lishini tushundim. Juda ham yaxshi. Gelmen Kids, ichkaridan himoya, tashqaridan quvvat. Bo'ldi. Ketdik.